Oy, men qandoqsa Shirzatlan bir uy kirib qoldi. Ayşemni olduzmu pasban guruy vayron bo'pti. Nima, vayron bo'ptimi? Shunda men anglab hayron qoldim. Bir xuddi muvatgan guruhning bir kechikdan vayron bo'lib ketgandi-ku. Ara siz tunugun pasban guruyni boshladi, Vali efendi bilan ko'rishga borgandingiz-ku. Qirg'onsiz bu turni yaxshi deyishamay o'xshamabsiz. Agar rostdan yaxshi deyishamay chatoq chiqqan bo'lsa, bizning bo'limchilar nasib bo'lsin. Tunugun zot nima shu? Sevmay sizning bosh direktor xonam chiqsin dedi. Abla chatoq bo'pti boshladir, cho'qim sizga tunugun turni ish to'g'riliq chaqat qo'ygan. Başladır beni çağırtırkensiz. Başladır beni çağırtırkensiz. Şurada siz beni yumqatsız bizim başladır çıkartırsa. Ana, hayran qaldingizmi? Bu degan bizning Gullan guruhining başladır ish hamsi. Siz beni yumqatsız. Acaba siz bizning başladırma yumqamasmi? Başladı. Acaba bizden başladı mı? Siz yemesam oldu. Ne asrasın? Ne qatsiz? Men yo'q adam yemsam. Bunun ustiga siz menga maash berib, 5000 qo'yib maash taqdirgan bo'lgan. Men baqadan bo'lgansiz. Endi deganki, buni mas'ul bo'lsangiz kerak-ku. Men gapni xato qilib qo'ydim. Meni shallaq annikan ziyoda chechen deb tavatamiz. Degan gaplarimiz mas'ul bo'lamsiz yo? Yo'q, bu gaplarni faqat boshqalardan olib bundoq qilib qo'ygan. Bu qasdan endi. Sizdek bundoq olijanob kishilar mendek bu kichik xizmat uchun talashib o'tasiz bo'lmas. Oqshom yuz bergan ish uchun tushuncha beramiz. Acaba unutib qoldingizmi? Oqshom ishlar rostdan esimda yo'q. Siz xohlasangiz esingizga qo'ysam bo'ldi. Shirzat sizni ish qo'ymaysiz. Shirzat sizni ish qo'ymaysiz. Men sizni qanday oldim? Siz o'zingizga salaydining ishmanda yurishsiz. Siz shuncha katta boy turib o'zingiz ma'lum bo'lasiz. Siz yo mendan so'rasangiz, men nima ishga bekor o'zim tanish kerakmi? Hey, Shirzat. Biz shuncha yaqinlarga turibmi, to'y qilgan cho'ngshini bizga demabsan. Agar bugun mo'mondan olmagan bo'lsam, hech bilmay yurar ekanman. To'y qilganingni men qachonroq deydiganman. O'g'ling tug'ilib, beshik to'y deydiganman. sizga gapilar. Maktabga kiraylik adash. Bugun mening tug'ilgan kunim. Esingda badu. Bugun yengemni boshlab kel. Ayoling qanaqroq qizgan bir ko'rib boqay. Seni o'ziga buncha mayl qilib olgan qaysi qizgina bu? Bir ko'rib boqaylik. Aras, sen yolg'onda to'y qilmagansan. Voy. Gap qilmay qo'yayotgan demisi. Ne qilmoqchi? Oqshom yuz bergan ishda to'g'riliq bana tushuncha bersangiz to'g'ri emasmi? Qilmaylik, raqibqa. Nima? Sen meni oshdan yotib qilmoqchimi? Dada seni qandoqmi yurganchi dedi. To'li bunga bu yerda kitobga qilmay. Yuqori qilmaylik, raqib tegsa. Esimda qilishdi siz avvatgan raqib Mamatbayning o'g'li deyman. Siz she'rni shuni yotib qilmoqchiman. Endi mening raqibni ojiz, mevta kamsikinim emas. Qanday bo'lsin, she'rni hozir mening xotinim. Shundan turg'iliq siz she'rni yana shuni yotib qilmoqchiman. Voy, yilg'on narsa qilib jiqkaj bu. Men u ishni bilmasmiki debmasmi ya? To'g'ri. Bizda raqib naq ash Mamatbayning kichik o'g'li shu. Men sizga qo'yaman, uni hergiz yotib qo'ymayman. Uningga yotib qolsang nima bo'pti-ka? Hozir Ahmet tog'amning holi mushunda qarab tursa, sen ajba dadamga yordam qilishni xohlamamsan? Sen to'yingni qilib bo'lib Ahmet tog'amning qiyinchiligini hal qilib bergandan keyin u raqib bilan
Ajrashib ketsangiz ish bitmadimi? Kızım, nevresanlarının gibini anladın mı? Sen onu tigip, benim ma kıyışıklarımı evkip bergin bulamdı. Sen o rakibi tigip, benim karizmimi tüyleş yardımleşmesen, ben bir ömür işletme bu karizmimi tüyüt bulamayman. Bu kadar ben ağır ziyan tattım. Dada, senin hukukundan behçek değişip kettim kandak. Men aç bir kol değişkemene nankıp bir toy kız vakti var. Dada, sen benim baxtını herkesin oylap koymayken sence mi? Kızım, sen neymiş kunda deysen, rakip teksen nemde baxtsiz bolup kalsan. O degen kattı bay. Sen onu teksen bir ömür rahat paragat yaşaysan. Aldığın qatım Qaysarman köp yardım qilgandi. Sen onu teksen, rakipning dadasidan puldan paydalanıp, Qaysarning pulini beraleymiz emasmi? Kızım, yaxshiroq o'ylash baqqi. Qaysar, agar Shernay raqib biyotliq bo'lgan ish bo'lsa, Mehmetbay bizga o shirkatning paydan beradigan bo'lgan. Ajinami? Ha. Asli ishlab tutib qo'ygan bo'lsa, nima ekanmi? Ha? Mehmetbay qachon keladi? Oxumangizni oldin ko'rishgan dedi-ku, oldingizku. Ha, ana isim keldi-chi, bir ishlarni bir atrofga o'ylashib İnşallah. Dada, men sana yana bir qitim deb qo'yay. Men o'lsam uni herkes tegmayman. O jo'voynimi, raqib baydan seni olmadigini, sen ta'lingdan kagini. O baxt kagini bilmaydigan döt qapoq boshliq bor. Men kimga tegsam, shuning tegsam. Qaror chiqarish huquqi menda. Sen raqib bayga tegsangmi tegisan, tegmasangmi tegisan. Chiqilib qarim yo'q. Dada, men sendan yana bir qitim so'rab boqay. Men sening qizingmi yoki men sening foydalanish qurolingmi? Sen Siz to'liq qarizingizni bahona qilib, Shernayning hayotini nobud qilmayman. Sizga lozim pulmi? Pul menda bor. Qarizingizni men qaytarib beray. Lekin Shernayni foydalanish quroli qilmayman. Zat öz eskidemaydi. Yılıq gün qarab tursam planı qoltuqınız qısıb nəyə varğandınız? Bana plan doğruluq paranlaşdım deməm. Həmmə sürüşdürdüm. Sizcə o günü yeni hukum qoroyuğa bağmapsız. Siz so'roq qilish hajab ustikansizlar. Ha? Bu loyiha turi mendil emas, sizning bir sababı deyman. Shernay. Mazkur filmning to'liq nusxasini Asarbay saloniga kirib, bir raqamini yo'llab ko'ring. Ishqilib shirkatning maxfiyatligini men oshkorlatdim. Shernay. Men sizni ishni qilib astoydil qildim. Hali obdan qildi deb o'ylasam, bu ishni men sizga shuni topshirgan. Qarang qipiga ishingizga. Başıdır bu turlar ostla oshkorlatma. O gün faqat bir oddiy material ipchik ketgan. O gün bütün materiallarimiz mening kompyuterimda. Cho'qim bir sima og'ir bo'libdi. Xatolikimizni boshqalarga döngesh hajab ustikansizlar. Ha? Bu ishki planni bütün shirkat siz bilan tozing bo'lgansa, bu gap qaraganda bu planni tozing oshkorlatdi-da. Men lider Shernay. Siz mendan ko'ngillangizdek bo'lgansizmi? tozing bo'lmas. 5 milyonluq planni mushundan yo'q. Mazkur filmning to'liq nusxasini Asarbay saloniga kirib, bir raqamini yo'llab ko'ring. Babamikin deb qolmaydi. Jinim bolam, ma dadangizning degan gaplarini hargiz ko'nglingizga olmang. Dadangizmi sizga yaxshi bo'lsin deydi. Ya o'g'lim, to'y ish degan mangulik ish. Yaxshi o'ylashingma bolam. Hargiz. Men sizning kelib chiqishingizni tekshirirdim. Siz bir odatdagi bir oilaning balsikansiz. O'qigan maktabingizning textayini yo'q, oilangizning textayini yo'q. Siz bunday o'ylab beqing. Sizning oilangiz bilan bizning oila agar qudulashsa mas kelamda, sizdek sapasiz bir qizni bizning uyga kelin qilib akiradiganga men hargiz qo'shilmayman. Amma bu sizning nima deganingiz? Mazkur filmning to'liq nusxasini Asarbay saloniga kirib, bir raqamini yo'llab ko'ring. Qarang, sizning nomrat oiladan kelib chiqqaningiz xato ish emas. Lekin men Sherzod bolamning keyni kirvog'iningizning o'zi bir xato ish. Shernay men chaplasholmadi. Men o'zim Shernayni umrlik hamroyim qildim. To'g'ri, mening kelib chiqishim sizlarnikidek yaxshi emas. Biroq kelib chiqish bilan Sapa degan ichki gapdi. Amma siz deb beqman, Sapa degan nima degan gap? Oytaxe, meni so'roqda totamsiz? Men-chu qarang, sizdek bunday odatli maktabda o'qigan bir qizni uyga kelin qilib akirgim yo'q. Men bunday o'qishni yaxshi o'qigan, yuqori maktablarda o'qigan oliy ma'lumotli qizlarni meni uyimga kelin qilib akirgim bor. Bunda bo'lgan vaqtida mening navramni yaxshi tarbiya oladi. Sizdek qizni-chu kelin qilgimiz yo'q. Bu dunyoda a'lo sharoit yaxshi emas nurg'un odamlar bor. Ular yaxshiyab, yaxshi o'qig'isi keldi. Ajba bu kishilarning hammasi sapasiz kishilarmi? Siz kim bilan gap taqalishyapsiz? Ha? Siz nima demoqchi?
Ama ben sizden gap dalaşmadım. Ben emri gap söz alıyorum. Bu dünyada emimiz çok adli alemden kelip çıkan. Ben sizi de koyayım. Siz bana tolu bayılığınız köz kılmam. Adamın yeni kemçilmesi şunu göz kılın. Akılsız. İmkuvatsız, imşkursiz. Mazkur filmning to'liq nusxasini Asarbay saloniga kirib bir raqamini yo'llab ko'ring.